Yo'q, bola nima gap bo'ldi? Sizlar birgalikda men Mr. Kamronbek kanali bola. Biz zapiskalarni zapiskalarga bola. Bugun videolarimizni sizlar bilan birgalikda Bedrock, Tekin Bedrock edishini ko'rib chiqamiz bola. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingiz hech ketmasin. Mana hamma jamiki pulli Bedrock edishini nima bo'lsa hammasi shu yerda qo'shilgan bola. Men ko'rib turishlaring mumkin. Xo'p, bu yerda nimalar bor desangiz, juda ham chiroyli shidr qo'shib beradi o'zida video zapis bo'lyaptimi? Bo'lyapti ekan. Xo'p, kanalda ko'ramizda atrof ko'rishlaring mumkin. Mana juda ham chiroyli she'r o'zi qo'shib beradi mana shu Tekin launcher o'zi. Faqat juda ko'p emas, kamgina minus tomonlari bor hozir. Hop, hisobini ko'rib chiqamiz. Mana fakir qo'yib chiqadi atrofga. Sal yorug'roq tursin video, yorug'roq bo'lsin. Tak mana ko'rib turishlaring mumkin jumlarni. Men birpas shu yerda vijvaniya qildim, faqat u narsa joyi yozilmay qoldi. Video yozilmay qoldi. Hop, mana kravatlarni ko'rishlaring mumkin. Bemalol Minecraftda vijvaniya qilib yutishlaring mumkin mana shu videoda. Aytibman. Короче, mana shu o'yinda hozir aytib o'taman bitta minus tomonini, ya'ni bitta minus tomoni sizlar hech qachon kreativga o'ta olmaysizlar. Hech qachon o'ta olmaysizlar. Hop, mana bu yerda ko'rib tursangiz juda ham chiroyli, lekin Minecraftda bemalol yengsalarning bo'ladi albatta vijvaniyada. Hozir biz mo'lga yaralmaydi, peaceful'damiz. Mana hamma narsalar bor. Tak hozir mana sizlarga internetda bor mana buni yasab ko'rsatam. Nimaning hozir kalamga kelib qoldi shuni yasash. Jitel mana bos chiqqan. Bos. Ha, bo'ldi, bos. Bo'ldi, bos. Malades jitel. Xo'p, bola. Hozir biz sizlar bilan nima qilamiz? Uni ko'rishlaring mumkin. Jitel bilan trade qilsalaring bo'ladi. Hozir men sizlarga bu shu videoda men shuni qanday yuklashni o'rgataman. Ya'ni shu launcherda bolalar. Qani, let's go. Bola xohlagan bitta brauzerlarga kirib olasizlar. Bo'y bitta. Keyin o'sha yerga qidiruvga Bedrock qani yozishini ko'rib olamiz. Bedrock qani yoziladi? Bedrock. Bola shu bitta izini chiqib what the mana Bedrock. Короче, bu yerga Bedrock launcher deb yozasizlar, mana chiqib keldi. Bedrock launcher o'shaning ustiga bosasan, birinchi chiqqan saytga kirasizlar. Qolgan saytlar original emas, faqat mana birinchidagi sayt o'zi original sayt. Shuni bosasizlar va mana shu download qilib olasizlar. Ya'ni download tugmasi bor. O'shani ko'rib bosasizlar. Buni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xo'p, men allaqachon download qo'yganman. Shuning uchun hozirlarga buni ko'rsatmada video zapis bo'lyaptimi ko'ramiz, nima bo'lyaptiki. Download tugmasini bosgandan keyin download bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman qayerga download bo'lishini. Download bo'ladi, keyin sizlar buni meni download bo'lgan, ya'ni zip bo'lib qolgan. O'sha zipdan sizlar ochib olasizlar zipdan. Xo'p, mana men tayyor ochib olganman. Zipdan endi ochishni bilsalaring kerak. Xo'p, o'sha ochib olganlaringdan keyin zipdan chiqasizlar va mana ko'rib tursan Minecraft turadi. Mana Minecraftda shunaqa axir bo'lib turadi. Agar sizlarda mabodoga u turmaydigan bo'lsa, ya'ni mana shunaqa turmaydigan bo'lsa, sizlarda bug bo'lib qolgan bo'lsa, kirmayotgan bo'lsa, nima qilasizlar? Pusk tugmachasini bosasizlar. O'talos kirish kerak. O'tala qaranglar. Xo'p, agar sizlarda maboddagi endi birdaniga kirib ketganlarni birinchi ko'rsak, agar birdaniga kiradigan bo'lsa, birdaniga kiradigan bo'lsa juda kirmayapti. Hozir men sizlarga shuni o'rgataman, qanday kirmasa agar mana shunday bo'lib hozir o'rgataman. Pusk tugmachasini bosasizlar. Bu yerda mana ablada ko'rib turibsizlar hozir mana ablada deb chiqadi. Mana hozir to'xtalamay o'zim ham ablada mana ablada deb chiqib turibdi. O'shani bosasizlar. Bosganlaringdan keyin bu yerda hozir kutamiz. Boshqa nima qilardik? Mana ochilgandan keyin mana shuni tugmachani boyoq qo'yasan mana. Qo'yasizlar, bizlarda ochiq bo'ladi. Keyin chiqasizlar. Chiqqanlaringdan keyin bu yerda mana ochilgan bo'ladi, tayyor bo'lib, keyin ustiga 2 martami, 1 martami короче bosib kirasizlar ustiga. Kirganlaringdan keyin hozir 5 minut tursanlar kiradi bolalar. Joyimchalik ona qilmaydi. Hozir mana kirdi. Kirganlaringdan keyin sizlar akkauntdan o'zi nom so'raydi, garaj bir nimalar so'raydi, hammasini o'tib olganlaringdan so'ng mana bu yerda profil rasm bosib kreativ profil deb turadi. yoki profil deb turadi. Короче, kreativ profilni bosasizlar, kreativ profilni ismlarini kirgizasizlar. Keyin esa bu yerdan sizlarda mana bunaqa VSA Play degan tugma chiqmaydi. Sizlarda mana bu hech narsa turmaydi. O'shani hozirga yuklash o'rgataman. Agar turgan bo'lsa Playni bosib kirib ketaveringlar. Tak mana bu yerga o'tganlaringdan keyin hozir men ko'rsataman. 3-qatorda. O'shda короче o'shadan yuklab olsalaring bemalol bo'ladi, yuklab olsalaring. Keyin yuklab olib turib
bemalol mazza o'ynasalaring bo'ladi. Jigarlar.